1895-yilning 8-noyabr kuni germaniyalik fizik katodlarning vakuumdagi qattiq harakatlarini o'rganar ekan va elektr zaryadi shishani kesib o'ta olishi yoki yo'qligini ustida tadqiqot olib borar ekan. Tadqiqot stolidan uzoq joyda joylashmagan suyuq alyumin bilan, ya'ni bariy bilan qoplangan mato uning e'tiborini tortadi. E'tiborini tortishining sababi aynan o'sha mato o'zidan xiralik bilan nur chiqarayotgan edi. Bu hodisani ko'rgandan keyin u vakuum qobig'idan uni ko'ziga ko'rinmayotgan qandaydir nur chiqayotganini taxmin qiladi. Va u nur haqiqatan bor yoki yo'qligini aniqlash uchun vakuum qobig'i bilan aynan o'sha matoning o'rtasiga har xil materiallarni joylab ko'radi. Taxta va qog'ozlardan yaqqol teshib o'tayotgan bu ko'zga ko'rinmas nur metal yoki shu kabi qattiq materiallardan o'ta olmas edi. Ya'ni ular blok qilib qo'yayotgan edi. Shunda uni xayoliga, menimcha hammamizning hayolimizga keladigan narsa kelgan. Ayolning qo'lini o'sha narsani o'rtasiga tutib ko'rish. Va ayolning qo'lini tutib ko'rar ekan, qog'ozda ayolning barmoqlarini va uni uzugini aniq soyasini ko'radi. Va aynan o'sha on insoniyat birinchi marta terisini ochmagan holda o'z tanasining ichiga boqqan dam edi. Bu nur aynan qaysi nur ekanligini bilmagan fizik bu nurning nomini X deb nomlaydi, ya'ni noma'lum degani. Va ray degan so'z nur deganligi uchun X-rays degan termin hosil bo'ladi. Vaqt o'tib esa bu texnologiya sizu biz bilgan rentgen apparatiga aylanadi. Va bu rentgen apparatini kashf qilgan olimning ismi esa Wilhelm Röntgen edi. Va u 1901-yili aynan shu kashfiyoti uchun Nobel mukofotini qabul qiladi.